Bugun juda ko'p odamlar menga bitta savol bilan murojaat qilyapti. Nega qo'shnimga yosh ustamas keldi, lekin menga kelmadi? Nega onamning pensiyasiga qo'shimcha qo'shildi, otamnikiga qo'shilmadi? Nega kimdir zetazmin yoshga kirishi bilan ustama oldi, boshqasi esa oylar davomida kutyapti? Bu masala juda muhim. Chunki gap oddiy raqam haqida emas, har oy oilaga kiradigan pul, dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqati va keksalarning haq-huquqi haqida ketyapti. Men bugun sizga yosh ustamasi nima uchun hammaga ham kelmasligini, qaysi holatda odam kutish kerakligini, qaysi holatda hujjat topshirish shartligini, qaysi holatda esa umuman ustama berilmasligini juda tushunarli qilib aytib beraman. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki har birimizning uyimizda ota-ona, bobo-buvi, qarindosh yoki tanish pensioner bor. Videoni oxirigacha ko'ring. Hozirroq kanalga obuna bo'ling. Like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotni bilmaslik odamni o'z pulidan bexabar qoldirishi mumkin. Avval qanday edi? Oldin ko'p odamlar pensiya va ustamalarni faqat pensiya jamg'armasiga borib, ariza yozib, hujjat ko'rsatib, navbat kutib hal qilardi. Kimdir yoshga to'lsa ham ma'lumot tizimiga kech tushardi. Kimdir pasport ma'lumotini yangilamagan bo'lardi. Kimdir boshqa hududga ko'chib ketgan. Lekin pensiya ishi eski manzilda qolgan bo'lardi. Natijada bir odamga ustama vaqtida qo'shilardi. Ikkinchi odam esa bir necha oy nega kelmayapti deb yurardi. Hozir esa tizim ancha elektronlashdi. Ko'p ma'lumotlar avtomatik tekshiriladi. Tug'ilgan sana, pensiya turi, fuqarolik holati, nogironlik guruhi, ishlash yoki ishlamaslik holati, parvarishga muhtojlik, yolg'iz yashashi, bank kartasi yoki pochta orqali olish tartibi. Shu sababli ayrim ustamalar avtomatik tushadi. Ayrimlari esa faqat tasdiqlovchi hujjat bo'lsa beriladi. Odamlar xato qiladigan joy ham shu. Yoshim yetdi, demak pul avtomatik kelishi kerak deb o'ylashadi. Aslida har bir ustamaning o'z sharti bor. Yosh ustamasi deganda odamlar turli narsani nazarda tutadi. Kimdir to'qilmi yoshdan keyingi qo'shimchani aytadi. Kimdir parvarishga muhtoj yolg'iz keksalarga beriladigan qo'shimcha to'lovni aytadi. Kimdir pensiya miqdori qayta hisoblanganda yosh bilan bog'liq ko'payishini tushunadi. Kimdir esa ijtimoiy nafaqa bilan pensiyani adashtiradi. Mana shu chalkashlik sabab odamlar hammaga bir xil berilishi kerak deb o'ylaydi. Lekin pensiya tizimida hamma bir xil degan qo'yda yo'q. Har bir to'lovning huquqiy asosi, sharti va tekshiruv mexanizmi bor. Birinchi navbatda shuni tushunib oling. Yosh ustamasi faqat odamning yoshi katta bo'lgani uchun har doim ham avtomatik beriladigan pul emas. Ba'zi qo'shimchalar yoshga bog'liq bo'ladi, lekin yonida yana qo'shimcha shartlar turadi. Masalan, fuqaro pensiya olishi kerakmi yoki nafaqa oladimi? Nogironlik bo'yicha hisobdami? Yolg'iz yashaydimi? Parvarishga muhtojmi? Tibbiy xulosa bormi? Hujjatlari bazada to'g'rimi? Pensiya ishi qaysi tumanda turibdi? Bank rekvizitlari ishlayaptimi? Shularning hammasi ahamiyatli. Oddiy misol keltiraman. Bir mahallada 2 nafar ayol bor. Biri bakkazm yoshga to'ldi. Ikkinchisi ham bakkazm yoshga to'ldi. Birinchisi yoshga do'yir pensiya oladi. Hujjatlari to'liq. Pasport ma'lumoti yangilangan, yashash manzili pensiya tizimida to'g'ri turibdi. Unga qo'shimcha to'lov kelishi osonroq bo'ladi. Ikkinchi ayol esa bir necha yil oldin boshqa tumandan ko'chib kelgan, propiskasi yangilangan, lekin pensiya ishi eski tumanda qolgan. Bank kartasi muddati tugagan yoki uning ma'lumotlarida tug'ilgan sana eski pasportdan yangi pasportga noto'g'ri ko'chgan. Endi ikkalasi bir yoshda bo'lsa ham natija bir xil bo'lmasligi mumkin. Biriga pul tushadi, ikkinchisiga esa tizimda ma'lumot aniqlashtirilsin degan holat chiqadi. Yana bir real hayotga yaqin misol. Ota takkimiz 2 yoshda pensiya oladi, lekin farzandlari bilan bir uyda yashaydi. Qo'shnisi ham takkim 2 yoshda, lekin yolg'iz yashaydi. Sog'lig'i sabab o'zi to'liq eplay olmaydi va tibbiy xulosa bor. Agar gap aynan parvarishga muhtoj yolg'iz keksalar uchun qo'shimcha ustama haqida ketayotgan bo'lsa, bu ikki odamning holati bir xil emas. Birinchi odamga faqat yoshi katta degani uchun bunday ustama berilmasligi mumkin. Ikkinchi odam esa shartlarga mos kelsa olishi mumkin. Odamlar esa faqat yoshni ko'radi, ikkalasi ham bariznik yoshku deydi. Lekin davlat organi yoshdan tashqari boshqa mezonlarni ham tekshiradi. Yana bitta vaziyat. Pensioner ishlayapti. Ayrim to'lovlar ishlovchi va ishlamaydigan pensionerlar uchun turlicha tartibda bo'lishi mumkin. Masalan, qayta hisoblash, qo'shimcha ma'lumot talab qilish yoki to'lov manbasi bo'yicha farqlar chiqadi. Odam men ham pensiya olaman, nega menga qo'shilmadi deb so'raydi. Tekshirib qaralsa, u rasmiy ishda turibdi. Tashkilot ma'lumotni vaqtida bermagan yoki ustama turi aynan ishlamaydigan
pensionerlar uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har doim men necha yoshdaman degan savol bilan birga men qanday pensiya olaman, qaysi maqomdaman, tizimda qanday ko'rinyapman degan savollarni ham berish kerak. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz yoki yaqinlaringiz yoshga yetgan bo'lsa, hujjatlar tartibda bo'lsa, pensiya muntazam tushayotgan bo'lsa, pasport ma'lumotlari yangilangan bo'lsa, bank kartasi ishlayotgan bo'lsa, yashash manzili to'g'ri bo'lsa, ko'pincha qo'shimcha to'lov keyingi to'lov davrida yoki tizim qayta hisoblagandan keyin ko'rinadi. Ba'zan odam tug'ilgan kunidan keyingi kuni kutadi. Aslida pensiya to'lovlari oyma-oy reyestr asosida shakllanadi. Agar siz oy o'rtasida yoshga to'lgan bo'lsangiz, keyingi oy yoki qayta hisoblashdan so'ng farq ko'rinishi mumkin. Bu har doim ham rad etildi degani emas. Kimlar albatta xavotir olishi va tekshirish kerak. Birinchidan, yoshga to'lgandan keyin 2-3 to'lov davri o'tib ham hech qanday o'zgarish bo'lmasa. Ikkinchidan, pasport almashtirilgan. Familiya o'zgargan, tug'ilgan sana bo'yicha hujjatlarda farq bo'lsa. Uchinchidan, pensioner boshqa hududga ko'chgan bo'lsa. To'rtinchidan, bank kartasi muddati tugagan yoki pensiya bir necha oy ushlanib qolgan bo'lsa. Beshinchidan, inson parvarishga muhtoj, yolg'iz, nogironligi bor, lekin bu haqdagi ma'lumot pensiya jamg'armasida aks etmagan bo'lsa. Mana shunday holatlarda o'zi kelib qoladi deb kutish noto'g'ri. Ko'p uchraydigan xatolardan biri shuki, odamlar ijtimoiy nafaqa bilan pensiyani alashtirib yuboradi. Pensiya odatda ish staji, sug'urta badallari, ish haqi va qonundagi mezonlar asosida tayinlanadi. Nafaqa esa boshqa tartibda, ya'ni pensiya olish huquqi yetarli bo'lmagan yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarga berilishi mumkin. Endi bir odam pensiya olsa, boshqa odam nafaqa olsa, ularning qo'shimcha to'lovlari ham bir xil bo'lmasligi mumkin. Qo'shnimga qo'shildi, menga qo'shilmadi deganda birinchi tekshiradigan narsa shu: sizlar bir xil turdagi to'lov olasizlarmi yoki yo'qmi? Raqamli misol qilib tushuntiraman. Tasavvur qiling, bir pensioner 1.200.000 so'm pensiya oladi. Ikkinchisi 2.7 ming so'm ijtimoiy nafaqa oladi. Agar ma'lum bir ustama faqat pensiyaning bazaviy qismiga, muayyan maqomga yoki muayyan yoshdagi pensiya oluvchilarga tegishli bo'lsa, 1.200.000 so'm oladigan odamga qo'shilishi mumkin. Faqat 30.000 so'm oladigan odamga esa o'sha tartib tatbiq etilmasligi mumkin. Bu adolatsizlikdek tuyuladi. Lekin huquqiy jihatdan ularning to'lov turi boshqacha bo'lgani uchun natija ham boshqacha bo'ladi. Yana bitta muhim sabab. Ma'lumotlar bazasida inson tirik, manzili aniq, pensiya oluvchi, to'lov faoliyatida turishi kerak. Bu gap g'alati eshitilishi mumkin, lekin amaliyotda turli texnik holatlar bo'ladi. Masalan, fuqarolik holati dalolatnomalari, pasport tizimi, pensiya tizimi va bank tizimi o'rtasida ma'lumot kechikib almashadi. Kimdir pasportni ID kartaga almashtirgan, lekin pensiya tizimida eski pasport raqami qolgan. Kimdir bank kartasini almashtirgan, lekin yangi karta rekvizitlari kiritilmagan. Kimdir vaqtincha boshqa viloyatda yashayapti. Pochta esa eski manzilga olib boradi. Bunday holatda ustama berilmaydi emas, balki to'lov o'tmaydi yoki aniqlashtirish talab qilinadi, holatiga tushishi mumkin. Eng katta tuzoq bu og'zaki gaplarga ishonish. Falon kuni hamma tagami yoshdan oshganlarga pul tushar ekan. Falon mahallada hammaga qo'shilibdi. Bir tanishim aytdi, ariza yozmasang ham bo'lar ekan degan gaplar bilan ish bitmaydi. Har bir hududda hujjatlarning holati, reyestr shakllanishi, pensionerning maqomi va to'lov turi farq qiladi. Siz qo'shningizning natijasini ko'rib xulosa qilishingiz mumkin, lekin uni qo'l deb qabul qilmang. Ikkinchi nozik jihat, ustama doim ham tug'ilgan kundan boshlab qo'lga naqd tushadigan pul shaklida ko'rinmaydi. Ba'zan hisob-kitob keyingi oyda qilinadi. Ba'zan o'tgan davr uchun farq alohida o'tkaziladi. Ba'zan pensiya varaqasida asosiy pensiya va qo'shimcha to'lov alohida ko'rsatiladi. Bank SMS'ida esa umumiy summa bo'lib keladi. Odam ustama kelmadi deb o'ylaydi. Aslida pensiya 100.000 yoki 1.000 so'mga oshgan, lekin u alohida nom bilan ko'rinmagan. Shuning uchun faqat SMSga qarab emas, pensiya hisob-kitob varaqasini so'rab ko'rish kerak. Uchinchi masala. Parvarishga muhtojlik avtomatik taxmin qilinmaydi. Katta yoshdagi odam albatta yordamga muhtoj bo'lishi mumkin, lekin davlat organi buni hujjat bilan ko'radi. Tibbiy xulosa, tegishli komissiya qarori, mahalla yoki ijtimoiy xizmat ma'lumotlari, yolg'iz yashash holati kabi tasdiqlar kerak bo'lishi mumkin. Men maqam 5 yoshdaman, demak parvarishga muhtojman deyish yetarli bo'lmaydi. Ayrim maqam 5 yoshli odamlar mustaqil yuradi, o'zini eplaydi.
farzandlari bilan yashaydi. Ayrim 25 yoshli inson esa og'ir kasallik sabab doimiy yordamga muhtoj bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat yosh emas, real holat ham hisobga olinadi. 4-muhim jihat. Bir nechta ustama bir vaqtda qo'shiladimi yoki yo'qmi? Bu ham qoidaga bog'liq. Masalan, odam nogironlik bo'yicha qo'shimcha oladi. Yana yosh bo'yicha qo'shimcha talab qiladi. Yana parvarish bo'yicha ustama so'raydi. Ayrim to'lovlar bir-biriga qo'shilishi mumkin, ayrimlari esa birini tanlash yoki takrorlanmaslik qoidasi bilan cheklanadi. Shu sabab menda 3 ta asos bor. Demak, 3 barobar pul olishim kerak degan fikr hamma holatda to'g'ri emas. Pensiya jamg'armasi aynan qaysi to'lovlar jamlanishini va qaysilari takrorlanmasligini tekshiradi. 5-tuzoq ishonchnoma va vakillik masalasi. Ko'p keksalar o'zlari idoraga bora olmaydi. Farzandi yoki qarindoshi boradi. Lekin har qanday qarindosh bo'lib, onamga ustama chiqaring deb talab qila olmaydi. Ayrim ma'lumotlar shaxsiy ma'lumot hisoblanadi. Ariza berish, hisob-kitob olish, bank ma'lumotini o'zgartirish uchun ishonchnoma yoki qonuniy vakilliklar talab qilinishi mumkin. Agar siz otangiz yoki onangiz nomidan murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, oldindan qanday vakolat kerakligini aniqlang. Aks holda bir kuningiz navbatda o'tadi, lekin ish hal bo'lmaydi. 6-jihat, o'lim, chet elga chiqish, uzoq muddat to'lov olinmasligi kabi holatlar ham tizimda to'lovni to'xtatib turishi mumkin. Ba'zan kishi bir necha oy pensiyasini olmagan bo'ladi. Bank kartasidan foydalanmaydi, pochta qaytaradi. Shunda tizim to'lov oluvchi holati aniqlansin deb tekshiruvga tushirishi mumkin. Keyin odam yosh ustamasini kutadi, lekin aslida avval asosiy pensiya to'lovining faol holatini tiklash kerak bo'ladi. 7-masala. Hujjatdagi yosh bilan haqiqiy yosh mos kelmasligi. Keksalarda bunday holat ko'p uchraydi. Tug'ilganlik guvohnomasi boshqa sana, pasportda boshqa sana, eski mehnat daftarchasida yana boshqa yozuv bo'lishi mumkin. Pensiya tizimi esa rasmiy hujjatdagi sanaga qaraydi. Siz aslida onam yanvarda tug'ilgan desangiz ham, pasportda mart ko'rsatilgan bo'lsa, tizim martni oladi. Agar sana xato bo'lsa, avval hujjatni qonuniy tartibda to'g'rilash kerak. Keyin ustama masalasi ko'riladi. 8-jihat, odamning pensiya ishi boshqa tumanda bo'lsa, murojaat cho'zilishi mumkin. Bugun ko'p jarayonlar elektron bo'lsa-da, baribir pensiya ishining biriktirilgan hududi arxiv hujjatlari. Oldingi hisob-kitoblar ahamiyatli. Masalan, pensioner Andijondan Toshkentga ko'chgan, ammo pensiya ishi to'liq ko'chirilmagan. Toshkentdagi bo'lim tekshirmoqchi bo'lsa, avval eski hududdan ma'lumot kelishi kerak. Shu vaqt ichida odam menga bermayapti deb o'ylaydi. Aslida jarayon hujjat aylanishida turgan bo'lishi mumkin. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Agar sizga yoki yaqinlaringizga yosh ustamasi kelmagan bo'lsa, men quyidagi tartibda harakat qilishni maslahat beraman. Birinchi qadam, aniq qaysi to'lov haqida gap ketayotganini bilib oling. Yosh ustamasi deb umumiy aytmang. Pensiya jamg'armasiga yoki mas'ul idoraga murojaat qilganda shunday deng: men falon yoshga to'lganim munosabati bilan pensiya qo'shimcha to'lov tayinlangan yoki tayinlanmaganini tekshirtirmoqchiman. Agar parvarishga muhtojlik bo'yicha bo'lsa, shuni alohida ayting. Agar nogironlik yoki yolg'iz yashash bilan bog'liq bo'lsa, uni ham aniq ko'rsating. Aniqlik bo'lmasa, javob ham umumiy bo'ladi. 2-qadam. Oxirgi 3-4 oy pensiya tushumlarini tekshiring. Bank SMS'larini, bank ilovasidagi kirimlarni yoki pochta kvitansiyalarini ko'ring. Har oy qancha tushganini yozib chiqing. Masalan, may oyida 1000 so'm, iyunda 1000 so'm. Iyulda 1 so'm tushgan bo'lsa, ehtimol ustama qo'shilgan bo'lishi mumkin. Agar summa umuman o'zgarmagan bo'lsa, tekshiruvga asos kuchliroq bo'ladi. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta, pensionerlik guvohnomasi bo'lsa, bank karta ma'lumotlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, nogironlik ma'lumotnomasi bo'lsa, tibbiy xulosa bo'lsa, yolg'iz yashash yoki parvarishga muhtojlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Agar siz farzand sifatida murojaat qilsangiz, o'zingizning pasportingiz va zarur bo'lsa, ishonchnomani ham tayyorlang. 4-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Agar imkon bo'lsa, og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmang. Yozma ariza qoldiring yoki elektron murojaat yuboring. Arizada shunday yozish mumkin: men falonchi falon sanada falon yoshga to'lganman. Shu munosabat bilan menga tegishli yosh bo'yicha qo'shimcha to'lov tayinlangan yoki tayinlanmaganini tekshirib, pensiya hisob-kitobim bo'yicha yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Agar
parvarish bo'yicha bo'lsa, parvarishga muhtojlik holatimni inobatga olib, tegishli ustama tayinlash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozing. 5-qadam. Javobni kuting, lekin nazoratni qo'ldan bermang. Arizangiz ro'yxatdan o'tgan sana va raqamini yozib oling. Kim qabul qildi, qachon qabul qildi, qaysi telefon orqali bog'lanish mumkin, shuni aniqlang. Ko'p odamlar ariza beradi, keyin hujjat qayerda qolganini bilmaydi. Har bir murojaatning izini qoldirish kerak. 6-qadam, agar rad javobi kelsa, sababini so'rang. Sizga tegishli emas degan javob yetarli emas. Nega tegishli emas? Qaysi shart bajarilmagan? Pensiya turi mos emasmi? Yosh hali rasmiy hujjat bo'yicha yetmaganmi? Parvarishga muhtojlik tasdiqlanmaganmi? Yolg'iz yashash holati yo'qmi? Ishlovchi pensioner sifatida boshqa tartib qo'llanyaptimi? Siz aynan sababni bilsangiz, keyingi qadamni to'g'ri qilasiz. 7-qadam, agar hujjat yetishmasa, uni to'ldiring. Masalan, tibbiy xulosa kerak bo'lsa, oilaviy poliklinikaga, tibbiy komissiyaga yoki belgilangan tartibdagi muassasaga murojaat qilasiz. Manzil bo'yicha muammo bo'lsa, mahalla yoki migratsiya organlari orqali ma'lumotni aniqlashtirasiz. Bank rekviziti xato bo'lsa, bankdan yangi ma'lumot olib, pensiya jamg'armasiga topshirasiz. Pasport ma'lumotida xato bo'lsa, avval hujjatni tuzatasiz. 8-qadam, agar siz hisob-kitobni to'g'ri deb o'ylasangiz, pensiya hisob-kitob varaqasini so'rang. Unda asosiy pensiya, qo'shimcha to'lovlar, ushlanmalar, qayta hisoblashlar ko'rinishi kerak. Ba'zan odam ustama kelmagan deb o'ylaydi, lekin boshqa qarzdorlik, ortiqcha to'lovni qaytarish yoki ushlanma sabab umumiy summa kamaygan bo'lishi mumkin. Hisob-kitob varaqasi bo'lmasa, taxmin bilan gaplashasiz. Varaqani ko'rsangiz aniq gaplashasiz. 9-qadam, agar tuman bo'limida masala hal bo'lmasa, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Murojaatda hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Men falon sanada ariza berdim, falon raqam bilan qabul qilindi, falon javob oldim, lekin o'yidagi sabab bilan rozi emasman deb yozing. Hujjat nusxalarini ilova qiling. Har bir gapni hujjatga bog'lang. Shunda murojaatingiz jiddiy ko'rib chiqiladi. 10-qadam, oiladagi keksalarning hujjatlarini oldindan tartibga keltiring. Ko'pchilik muammo pul kelmay qolgandan keyin boshlanadi. Aslida ota-onangizning pasporti, manzili, bank kartasi muddati, pensiya turi, nogironlik hujjati, telefon raqami, bank ilovasiga kirish imkoniyati hammasini oldindan tekshirib qo'yish kerak. Ayniqsa 75-5, 9 yoshga yaqinlashayotgan keksalarda hujjatlarni oldindan ko'rib chiqing. 1 oy oldin tartibga keltirsangiz, keyin ustama yoki qayta hisoblashda kamroq muammo bo'ladi. Men yana bitta amaliy maslahat beraman. Hech qachon vositachilarga pul bermang. Men ustamani chiqarib beraman, tanishim bor, tezlashtirib beraman degan gaplarga ishonmang. Agar ustama qonun bo'yicha tegishli bo'lsa, u hujjat bilan tayinlanadi. Agar tegishli bo'lmasa, pul berib ham qonuniy qilib bo'lmaydi. Aksincha aldanib qolishingiz mumkin. Eng to'g'ri yo'l rasmiy murojaat, yozma javob, hujjatlarni to'ldirish va zarur bo'lsa yuqori tartibda shikoyat qilish. Demak, yosh ustamasi hammaga ham kelmasligining asosiy sababi shuki, bu to'lov faqat yoshning o'ziga emas, pensiya turi, maqom, hujjatlar, parvarishga muhtojlik, yolg'iz yashash, ma'lumotlar bazasi va to'lov tizimidagi holatlarga ham bog'liq. Qo'shningizga kelgani sizga ham avtomatik keladi degani emas. Sizga kelmagani esa albatta rad etildi degani ham emas. Eng muhimi taxmin bilan emas, hujjat va hisob-kitob bilan ish ko'rish kerak. Agar yaqiningiz yoshga to'lgan bo'lsa, yu ustama kelmagan bo'lsa, avval to'lov turini aniqlang. Oxirgi oylar summasini tekshiring. Hujjatlarni tayyorlang. Pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling va aniq sababni talab qiling. Shunda siz qayerda muammo borligini bilasiz. Tizimdami, hujjatdami, bankdami yoki shartning o'zida. Sizlarda ham shunday holat bo'lganmi? Yosh ustamasi vaqtida keldimi yoki kelmay, idoralarga qatnashga to'g'ri keldimi? Tajribangizni izohlarda yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot ko'p oilalarning haqqini vaqtida olishiga yordam beradi.